Qabziyatni oldini olish uchun 3 ta eng oddiy usullar. Uchinchisi esa aniq sizni hayron qoldiradi. Birinchisi bu har kuni ratsioningizga 2 ta kivini qo'shing va albatta kivi yeganingizda yoniga urug'lar ham qo'shsangiz effekti kuchayadi. Ya'ni urug'larga chia kirishi mumkin, lionlar kirishi mumkin va albatta kivini po'sti bilan yesangiz kletchatkani dozasi ham oshadi. Faqat yeyishdan oldin yaxshilab yuvishni unutmang. Ikkinchisi, har kuni me'yorda suv yetkazing. Chunki aynan suv orqali ichaklaringiz motoriklari ishga tushadi va sizning ichlaringiz yumshab, qabziyatni oldini olgan bo'lasiz. Qancha suv ichish kerak desangiz, har bitta kilogrammingizga 30 mg ga ko'paytirasiz va shu normani kunduzi sekin-astalik bilan ichib me'yorni yetkazasiz. Keyingisi esa bu kichkina detskiy stulchiklar. Agar siz uyingizda unitaz bo'ladigan bo'lsa, oyoqlaringizni tagiga qo'yib qo'yasiz va sizning mushaklaringiz yumshaydi, sizga esa yengillik beradi va shu bilan esa siz qabziyatni butunlay oldini olgan bo'lasiz. Bunday foydali va oddiy ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun menga obuna bo'ling, like bosib, bu videoni qabziyati bor yaqiningizga yuborib qo'ying.